Bugun davlat tomonidan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni o'z yo'lini topib ketishida, kelajagini qurishida ko'maklashishga alohida e'tibor qaratilayotgani bor gap. Andijon davlat chet tillari instituti talabalariga imtiyozli kredit ajratilib, o'zlari qiziqqan soha bo'yicha bizneslarini yo'lga qo'yishlariga imkoniyat yaratildi. Adhambek Baxtiyorov o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ygan talaba. U Andijon davlat chet tillari institutida magistratura bosqichida tahsil oladi. Xorijda tajriba orttirgan Adhambek oshxona biznesini yo'lga qo'ygan. Ishini rivojlantirish niyatidagi Adhambek uchun institutda o'tgan uchrashuv ayni muddao bo'ldi. Yangi bir loyiha, kelajakka qadam loyihasi asosida O'zbekiston yoshlariga imtiyozli kreditlar ajratilayapti ekan. Shu kreditlardan foydalangan holatda yana ham ish faoliyatimizni rivojlantirmoqchimiz. Va hozirda shu kredit bizga 400 million so'm kredit ajratilishi nazarda tutilyapti. Barcha kerakli hujjatlarni biz to'plab bank mutasaddilariga topshirdik. Joylarimizni tayyorlayapmiz va bu ish faoliyatimizni ham qo'shib ketamiz. Gulandon Inomjonova ham kredit olib oilaviy bog'cha tashkil qildi. Hozir bu yerda 100 ga yaqin bolajonlar tarbiyalanadi. Institut tomonidan taqdim etilgan imkoniyat uning biznes g'oyasini rivojlantirish uchun muhim qadam bo'ldi. O'zim shu Andijon davlat chet tillari instituti ingliz tili filologiyasi yo'nalishida o'qiganligim sababli asosan shu til kurslarini ingliz tili va rus tiliga urg'u berganmiz. Bitta davlat bog'cha bor, hududimiz katta hudud. Qishloq joy, talab ko'pligi uchun shu yerda ochishga qaror qilganmiz. Kelajakka qadam loyihasi orqali kreditlar ajratilyapti. Shundan ham unumli foydalanib 200 million hamda jihozlash uchun, qayta jihozlash uchun 100 million, jami 300 million kredit oldim. Mana biznesimizni, shu oilaviy faoliyatimizni kengaytirdik. Kelajakka qadam dasturi bitiruvchi talabalarning biznes loyihalarini amalga oshirish uchun imtiyozli kreditlarni ajratmoqda. Institutda ayni kunga qadar 50 dan ortiq talabalarga kreditlar ajratildi. Yana bir qancha loyihalar esa o'rganilish arafasida. Biznes g'oyalarini amalga oshirishga istagini bildirgan talabalarimiz bizga murojaat bilan chiqadi. Ya'ni ushbu xonada Milliy bank xodimi hamda bizdagi mutaxassislar talabalarga dastlabki konsultatsiya tushunchalarini berib boradi. Talabalar hozirgi kunda 96 nafar talaba jami miqdorda 2 milliarddan ziyod kredit mablag'larini olish istagini so'rovnomalarda bildirib o'tgan. Bugungi kun holatida 40 nafar talabamizga 340 milliondan ziyod pul mablag'lari moliyalashtirildi. Yoshlar uchun yaratilayotgan bu kabi sharoitlar nafaqat ularning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlaydi, balki mamlakatimizda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, bandlikni oshirish va innovatsion yondashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi. Gulzira Rustamova, Nasibullo Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.